4-chi biletga ham yetib keldik. Agar siz bundan oldingi biletlarni ko'rmagan bo'lsangiz, 1-chi, 2-chi, 3-chi biletlarni bizni profilimizga o'tib ko'rib oling. Bu 4-chi bilet juda ham muhim bo'ladi. Lekin bundan oldingi biletda ko'plab kala so'zlar aytib o'tganman. Yozib olgan bo'lsa zo'r. Bunda ham kala so'zlar bo'ladi. Faqat oxirigacha ko'rib turib, oldindan like bosib qo'ying. Va video davomida sizga ham savol berib o'taman, javob berishingiz kerak bo'ladi. Qarang. Birinchi savolimiz, agar haydovchi o'zi harakatlanayotgan yo'lni qoplamasini bor yo'qligini aniqlay olmaydigan bo'lsa, ya'ni ko'rinish cheklanib qolgan bo'lsa, yomg'ir yog'ayotgan bo'lishi mumkin, qor yog'ayotgan bo'lishi mumkin, tuman bo'lishi mumkin. O'sha paytlarda nima qiladi? Imtiyoz belgisi bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni ko'rmayotgan bo'lsa. Mabodo siz yo'lni ko'rmayotgan bo'lsa, chorraha kelib qolsa, o'zingizni ikkinchi darajali yo'ldaman deb hisoblaysiz har doim. Belgi yo'q, asosiy yo'l belgisini ko'rmayapsiz. Demak, ikkinchi darajali yo'lda deb hisoblaysiz o'zingiz. Qaysi transport vositalari o'ngga harakatlanishga ruxsat etiladi? Qarang. Svetofor bor, mana avtomobilga ruxsat berilyapti, lekin tramvayga ruxsat berilmaydi. Nimaga? Mana bu yerda bu harakatlanishga ruxsat berilgan chiroq hisoblanadi pastdagisi, tepadagisi chapga, to'g'riga va o'ng tomonga ruxsat beradi. O'ng tomondagisi ochiq turibdi, bu degani ruxsat berilmaydi degani. Hozir faqatgina avtomobilga, yengil avtomobilga ruxsat beriladi degan javobimiz to'g'ri. 3-chi savolimizda svetoforni bir vaqtda yoqilgan sariq va qizil ishoralar nimani bildiradi? Tez orada yashil yonishini bildirib beradi. Bu ham juda ham oson savol. Mana shunaqa savollar imtihonda sizga ham keladi. Imtihon bilan birga-bir savollar bular. Eslab qolishingiz kerak. Harakat boshlash mumkin xato, harakat taxlaydi, faqat tezda yashil yonishini bildirib beradi. Mana shu javobimiz to'g'ri kelaveradi. Navbatdagi savolimiz, bunda yo'l belgisi o'rnatilgan yo'l qismlarida, 524 belgisi o'rnatilgan yo'l qismlarida mototsikllar qanday yuqori tezlik bilan harakat qiladi? To'g'ri javobimiz 80 bo'ladi. Ya'ni bu 524 belgisi tezlikka cheklov yo'q. Tashqarida aholi pumi tashqarisida qanaqa tezlik bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa tezlikda harakat qilsa bo'ladi. Endi sizga savolim, mana shu belgi qo'yilgan bo'lsa, 524 belgisida yuk avtomobillari tirkama bilan necha kilometr soat tezlikda harakat qiladi? Shuni kommentariyaga yozib qoldiring. Men hammaga tekshirib chiqaman, tushunarli. Keyingi savolimizga o'tamiz. Ushbu qo'shimcha axborot belgisi qaysi yo'l belgisi bilan qo'llaniladi? Bu albatta zaryadlash belgisi, ya'ni avtomobillarda quvvatlash parkovkasi bor joylarda keladi bu belgi ham. To'g'ri javobimiz 5-15-4. To'g'ri javob 4-variant bo'lyapti. Keyingi savolimizda bu yotiq chiziq nimani bildiradi? Bu yotiq chizig'imiz belgilangan transport vositalarining tasmasini bildirib beradi. Faqat avtobus harakatlanishi uchun emas, faqat belgilangan yo'nalish transport vositalari harakatlanish uchun mo'ljallangan bo'lakni bildirib beradi. Bo'ldi, boshqa qo'shimcha kerak emas bu yerda. Taksilar deydi, trolleybus deydi, boshqa deydi, lekin mana bu yerda belgilangan yo'nalish transport vositalari degan yozuvni ko'rsangiz bo'ldi, qo'shimchasi shart emas. Shu javobimiz to'g'ri chiqib qoladi. Qolgan javoblar ham o'xshatdi bunga, lekin mana bu eng to'g'ri varianti bo'ladi. Yengil avtomobil tirkamasi burilishda qanday trayektoriya bo'yicha harakat qiladi? Qarang, tirkama yengil avtomobilda ham, yuk avtomobilda ham ichkarida harakat qiladi. Masalan, siz chapga burilyapsiz. Burilayotgan paytingizda mana bu trayektoriya bo'yicha burilasiz. Kelin mana bu trayektoriya chiziq bo'yicha burilasiz. Lekin orqangizga tirkama sizdan orqaroqda joylashganligi uchun siz metdan buriladigan bo'lsa, bu metdan kelib buriladi. Ya'ni sizni kesib o'tadi, ichkariroqda buriladi, tushunarli. To'g'ri javobimiz ham mana ichkarida degan so'z kala so'z bo'lyapti. Mexanik transport vositasini haydovchisi, ya'ni egasi yonida haydovchilik guvohnomasi, pasporti bo'lmasa, qanday hujjat bilan boshqarishga ruxsat etiladi? Biometrik pasport ruxsat etiladi, ID karta bilan ruxsat berilaveradi. Tushunarli? Egalik huquqi bilan ruxsat berilmaydi. To'g'ri javobimiz E varianti bo'lyapti. Oxirgi savolda qaysi belgi bir tomonlama harakatlanish yo'lining oxiri deb nomlanadi? Bu reversiv yo'lda oxiri bo'ladi. Mana shu bir-biriga o'xshab qoladi, shuning uchun aytib o'tganim. Qolganlari to'g'ri kelmaydi. To'g'ri javobimiz 4-variant bo'lyapti. Ya'ni bir tomonlama yo'lda oxiriga chiqqan paytingiz mana shu belgi qo'yiladi. Bundan keyin qarama-qarshi tomondan ham avtomobillar keladi degan ma'noda kelyapti. Yakunlab qo'yamiz. Savollarimiz ham tugadi. Endi bundan keyingi video 5-bilet haqida bo'ladi. Kommentariyada sizga hali bergan savolimning javobini yozib qoldiring va videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, keyingi videoni ham o'tkazib yubormaysiz.